16 aprel kuni Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi ta'lim muhitining transformatsiyasi, zamonaviy o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etdi. Tadbir xalqaro tajribani o'rganish, raqamli o'quv muhitini rivojlantirish hamda pedagogik yondashuvlarni transformatsiya qilish maqsadida o'tkazildi. Konferensiyada AQSh, Janubiy Koreya, Xitoy, Singapur, Turkiya va boshqa mamlakatlardan taniqli olimlar, raqamli ta'lim texnologiyalari mutaxassislari ishtirok etdi. Qatnashuvchilar zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi barcha sohalarda, jumladan ta'lim tizimida ham o'zgarishlarga sabab bo'layotganini ta'kidlashdi. Xususan, raqamli texnologiyalar vaziri o'rinbosari Rustam Karimjonovga ko'ra, keyingi 3-4 yilda dunyo mehnat bozorida 170 million yangi ish o'rinlari yaratiladi hamda 92 million ish o'rinlari qisqaradi. Shuningdek, u kelgusida qaysi kasblar rivojlanishi va qaysi kasblarga ehtiyoj yo'qolishi to'g'risida ham fikr bildirdi. Eng ko'p o'sadigan kasblarga big data mutaxassislari, ya'ni ikkinchi o'rinda sun'iy intellekt va mashinali o'zgarish mutaxassislari. Uchinchisi fintech muhandislari, ya'ni raqamli fintech texnologiyalari, raqamli bank yo'nalishi. To'rtinchisi xavfsizlik mutaxassislari, beshinchisi software va application developerlar. Shu o'sadigan kasb va yo'qoladigan kasblar bor. Men 5 tasini aytib o'taman. Eng ko'p qisqaradigan kasblarga keladigan bo'lsa, bu ma'lumot kirituvchilar. Hozir ma'lumotni mana sun'iy intellekt, ChatGPT o'zi hamma narsani o'zingizga tahlab, so'rab o'zingizga qarab, hamma narsani tahlab beradi. Ikkinchisi kassirlar va kotiblar. Uchinchisi buxgalteriya va kadr xodimlari. Bo'lmasa butun dunyoda 200 yillab buxgalteriya va kadr xodimlari tashkilot eng muhim xodimlar hisoblangan, lekin shu Jahon iqtisodiyot forumini tahlillariga ko'ra eng tez yo'qoladigan yoki qisqaradigan, o'zgaradigan transformatsiya bo'ladigan kasblarga. Konferensiyada UNESCO, UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar vakillari ham ishtirok etdi. Ular ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, ta'limda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish, shuningdek global ta'lim tendensiyalari haqida ma'ruzalar qilishdi. Biz o'qituvchilarning raqamli malakasini oshirishni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz bu yerda amalga oshirayotgan ishlarimizdan bittasi. O'qituvchi va o'quvchilarning sun'iy intellektdan foydalanishiga keladigan bo'lsak, ular UNESCO sistemasiga asoslangan platformalardan foydalanishmoqda. Biz sun'iy intellekt standartini O'zbekiston ta'lim muhitiga moslashtirmoqdamiz. Shuningdek, Ta'limni rivojlantirish markazi yagona ta'lim resurslari va xizmatlari portali taqdimotini qildi. Ushbu portal yagona ta'lim ekotizimi sifatida test rejimida ishga tushirilgan edi. Unda metodik resurslar, maktab darsliklari va laboratoriya mashg'ulotlari bo'yicha multimedia va platformalardan foydalanish haqida video qo'llanmalar mavjud. Xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda markaz tomonidan ham ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ushbu konsepsiyaning maqsadi ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini bosqichma-bosqich tatbiq etish va ta'lim ishtirokchilarining ushbu texnologiyalardan etika, ya'ni axloqiy nuqtai nazardan teng foydalanish bo'yicha me'yoriy huquqiy talablarni taqdim etish va ularga foydalanish bo'yicha ko'plab imkoniyatlarni yaratib berishdan iboratdir. Bundan tashqari, konferensiya doirasida mamlakatimizda ishlab chiqilgan startap loyihalar va robototexnika ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Biz loyihamiz kimyo fanini virtual reallik asosida o'rgatuvchi dastur. Ya'ni biz bu loyihamizni, startap loyihamizni muammodan kelib chiqmaganmiz. Ya'ni qanday muammo? Ya'ni maktablarda kimyo laboratoriyasi bajarilmayotganligini muammo qilib olib va shu virtual laboratoriyani ishlab chiqarganmiz. Bu dasturimiz orqali sizlar 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bemalol laboratoriyani virtual tarzda bajarish imkonini beradi. Bu loyihamiz O'rta Osiyoda yagona bo'lib patentlangan loyiha hisoblanadi. Bu loyihamiz uchun innovatsion rivojlantirish agentligi tomonidan 715 million so'm grant mablag'i ajratilgan. Konferensiya yakunida raqamli texnologiyalarni ta'limga tatbiq etishda ilg'or yondashuvlar asosida tayyorlangan 300 dan ortiq ilmiy maqolalar to'plam holida nashr qilinishi aytib o'tildi. Ushbu to'plam pedagoglar hamda tadqiqotchilar uchun muhim qo'llanma sifatida xizmat qilishi ta'kidlandi.